Mana hokim bo'g'on jo'natgan texnikasini qilgan xizmati. Yo'l nima ahvolda turibdi? Mana texnikani xizmatchilarning qilgan ishi shu. Mana yo'l bizlar mana setkani olib, qoziqlardagilar ko'tarib, nara ko'chirib turibmiz. Xalq aytayapti, yo'lda bizlarga 6 metr qidyapti. Kelganlar, xodimlar, ishchilar qilgan ishi shu. Hali oxiri yana bor, oxirini yana ko'rsataman. Chunki odam xalq shuncha ishlayman deb o'tiribdi, to'layman. Mana yana boyag'i yo'limiz, hasharimiz davom etyapti. Mana garaj, mashin kirolmay turibdi. Mana shu qishlog'imiz ahli hasharda qo'l kuchi bilan hammani texnikani kutib, qarab turibdi. Texnikamiz yana o'zi bilganini qilib, hokim jo'natgan xodimlar bilan qoldi. Hali yana davom bor, orqada yana gapiraman. Mana bana hashar yo'limiz, kelgan texnikamiz ishi mana. Yo'l mana. Bu yoqda tosh, mana toshlarni egasi texnika osib, yo'lni bizlarga kengaysin degan ko'ngil niyatda yo'limiz davom etadi. Mana mashinalar mana yurolmay, yo'l azobidan qiynalib to'xtab turibdi. Mana boyag'i yo'limiz davomimiz oxiri. Mana bizlarda bu yerdagi sharoit stoyanka, taksilar qaytayotgan yo'l, mehmon kelayotgan mashinalar qo'yayotgan joyimiz. Ahvoli mana bu. Mana texnikasi bor odamga, shopirga shu yerda taxladi edik. Salarkam qolmadi deb hokimiyatdan kelgan xodim bilan o'zimiz mahalla raisi bilan bo'ldi, salarga tugatib ketdi. To'xta. Mana bu yog'i maniki. Hali u yoqda yo'l yo'q. Yo'lda ko'p talafot ko'rgan u tomonda hali. Mehnat texnika bilan qilsa bo'ladi, qo'l kuchi bilan xalqning kuchi yetmayapti. Yana qishlog'imizda pilla shirkati ham pilla berib qo'ygan. Mana tutdilar. Unga 2 kilometr bor. Yo'l yo'q. Molimiz, eshagimiz ham yurishga yo'li yo'q. Tosh sakrab, jordan tushib, tepaga chiqib yuribdi. Mana tutlarimiz bor. Pilla shirkati ham bizlar qishloqda ana shu yetib shu ahvolga qo'ydi. Erta pillamiz nima bo'ladi o'tirishda? Qo'ldan kelganlar yo'lni xodimlari kelsa, xalq aytgandek qilsin, 6 metr bo'lsa 6 metrlik yo'l bo'lsin bizlarda. Mana yo'limiz maniki. 3 metr chiqmaydi.